Bordi keldi yo'llanishda, hozir hamma turibdi ishda. Biz esa shunchaki zerikishda, freestyle qilamiz ko'chada. Hamma yuribdi o'zini ishida, biz ham yuribmiz zerikishda. Ey, freestyle aytamiz ko'chada. Ey, biz o'tganmiz ko'chada. Yoshlikdan o'zimni tanibman, bozorda tirikchilik qilib savdo qilganman, soqqa qilganman, soqqa to'plab o'qituvchi bo'lganman. O'qituvchilikdan zerikib yana mikrofon oldida turaman bozorda. Nimaga buga zerikib qolmayapsizmi freestyle? Yo, hozir mana qilib beramiz, yangi raplardan yana eshitamiz. Atrofda odam doim hayron, yana biz to'sib olganmiz yo'lni, hamma atrofda qarab turib aytadi, voy dod nima qilyapti, aqldan ozganmi bulardi. Yo'q, biz O'zbekistonni rapini tepaga ko'tarishda harakat qilish bilan davom etamiz. Odamlarning fikriga ahamiyat bermaymiz, lekin kimgadir xalaq beryapti turgan bo'lsak, hozirgi davrda hammadan yana uzrini so'raymiz. Nima bo'lganda ham o'z yo'limizda davom etaveramiz, hech qayta biz to'xtamay. Odamlar hammasi hayron, bu negativ bizga beryapti yaxshigina, yana bu pozitiv. Yo, endi odamlar hayron bo'ladi, chunki O'zbekistondagi ko'pchilik bilmaydi. Bu freestyle san'ati hammasi joyida to'qiladi. Kelgan gapni joyida aytamiz. Mana Manita akamiz mandarin sotish bilan ovora. Opalarim sekin bozorga chiqishgan zay kiyim kecha olishadi. Albatta kimdir paxta qand sotadi, kimdir uni olib ketadi. Uyga nima olib borasiz ukam? gapiramiz, Farg'onaning bozoriga gap qilmaylar, nomer 1 bo'lyapti butun viloyatlar ichida. Olasizlar usti boshdan tortib meva-chevagacha hamma narsalar juda ham zo'r, narxlari ham yonbop kelaverasizlar. Mana shu yerda hamma sizlarni kutib oladi, muomalamiz juda ham yaxshi. Bir-birimizga oqibatlimiz, bitta narsa ishimiz tushsa hal qilib beramiz. Keladi hammasi bir-birini orqasidan, doimo podдержка qilamiz bir-birimizni. Yo. Kimdir jahlda o'tib ketdi. Bu kunlar o'tib ketdi. Sog' bo'lasizlar.